Mana navbatdagi ishimiz Samarqand Hatirchida qilindi. Mana bu xorimiz 11 metr. Mana 18 metrlik xorimiz. Ashi chekasidan u chekasigacha 18 metr. Bez ustun qilib yopilgan. Fermamiz 12,5 metr. Hozir tunikaga tayyor, xudo xolasa. Tunikasini yopib bersak, bu yerga g'alla to'kkani joy qilyapti. Xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 20 metr, 30 metrgacha beraveramiz. Bez ustun balkalar.